Sevishib, yillar uchrashib yurib turmush qurmadik. Qarindoshlar sabab bir-birimizni topdik-ku, tez orada to'yimiz bo'lib ketdi. Hayot past-balandliklardan iborat. Qalabog'im taqdir sinovlarida chuqurlikka tushib, asta yana yuqoriga intilayotganlarida, taqdirlarida man paydo bo'ldim. Yangi turmush qurgan paytlarimiz erichkam oylik ishlardilar. Oyliklari katta bas edi. Imron begimga homiladorman. Shunaqayam zakaz manti yegim keldi. Mantiga olib boring deb erkalandim. Oshxonaga bordik. O'zlariga ikkita, menga ikkita manti zakaz qildilar. U payt shunaqayam ishtaham zo'rki, ikkita manti menga hech narsa bo'lmadi. To'g'risi, yonlarida pullari kamligi haqida umuman o'ylab ham ko'rmabman. Yana yesmi degdilar, ha desam, yana ikkita manti zakaz qildilar. O'zingizga-chi, nimaga o'zingizga zakaz qilmadingiz desam, siz yeb olavering, sizlar ikki kishisizlar. Menga uyga borib biror narsa yengil qovurib berarsiz dedilar. Keyin bilsam, pullari kam ekan. O'shaning uchun menga yedirib, o'zlari meni tomosha qilib o'tirgan ekanlar. Kam ta'minlangan oila bas edik. Hamma narsamiz bor edi. Eng sara jihozlarimiz, alohida uyimiz, lekin oyliklari kamligi uchun kundalik xarajatlarga, restoranlarga pul yetkazolmasdilar. Gullarim, hozirlarga hayotiy voqeamdan qisqacha aytib beryapman. Yuzimda tabassum. Aynan shunaqa voqealar